Assalomu alaykum. Injener konstruksiyalar fanidan birinchi amaliy mashg'ulot. Injener konstruksiyalari va ularni barpo etishda qo'llaniladigan asosiy materiallar. Po'lat prokatlarning asosiy turlari va tasniflari mavzusida demak gaplashamiz. Injener konstruksiya fanidan foydalanish uchun quyidagi adabiyotlar tavsiya etilmoqda. Bulardan demak amaliy mashg'ulot jarayonida foydalanish imkoniyati bor. Reja injener konstruksiyalar va ularni barpo etishda qo'llaniladigan asosiy materiallar, po'lat prokatlarning asosiy turlari va asoslari e, amalga oshirishimiz kerak. Injener konstruksiyalari haqida konstruksiya aytiladiki, ular ma'lum bir tashqi yuklarni qabul qilishga mo'ljallangan bo'lsa va konstruksiyaning asosiy o'lchamlari uning mustahkamlik, ustuvorlik va deformatsiya sharoitlarida kelib chiqqan holda belgilanadi. Injener konstruksiyalar qanday qurilish materiallaridan foydalanishiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Tosh va g'isht konstruksiyalar, yog'och konstruksiyalar, metal konstruksiyalar, beton va temir beton konstruksiyalar, plastmassa konstruksiyalar va hokazo konstruksiyalardan iborat bo'ladi. Metallurgiya zavodlarida asosan po'lat prokatlar ishlab chiqariladi. Ushbu po'lat prokatlarning xilma-xilligi ularni sortimenti deyiladi. Metal konstruksiyalarni tayyorlash uchun metallurgiya zavodlarida GOS bo'yicha quyidagi po'lat prokatlar ishlab chiqariladi. Biz eng ko'p foydalanadigan metal konstruksiyalarni barpo etish uchun demak bu sortimentlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi po'lat listlar, ya'ni po'lat listlar quyidagi ko'rinishda, ya'ni varaqasimon po'lat listlar deb ataladi va bular ma'lum bir o'lchamga ega bo'ladi. Ikkinchisi burchaksimon ugovnik deb nomlanadi. Ugovniklar teng yonli yoki teng yonli bo'lmagan turlarga bo'linadi. Uchinchisi shvillerlar deb nomlanadi. Shvillerlar quyidagi ko'rinishda ma'lum bo'ladi. Shvillerlarni demak ikkilamchi to'sin yoki asosiy to'sin uchun ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Keyingisi qo'sh tavr hisoblanadi. Demak, quyidagi holatlarda metal konstruksiyalarning asosiy elementi sifatida demak foydalanishimiz mumkin. Beshinchisi po'lat quvurlar. Po'lat quvurlar demak bu suyuqliklarni bosim ostida harakatlanish uchun xizmat qiladi va demak bularni turiga qarab belgilashimiz mumkin bo'ladi. Po'lat sterjinlar. Po'lat sterjinlar bular demak og'ir yuklarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish yoki og'ir yuklarni muallaq ko'tarib turish uchun xizmat qiladigan konstruksiya sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Shularni e'tiborga olgan holatda bitta masalani ko'rib chiqadigan bo'lsak, melioratsiya tizimidagi zatvorni tayyorlash uchun quyidagi po'lat prokatlardan foydalanilgan. Bizda qiladigan ishimiz shu zatvorga ketadigan metalni og'irligini aniqlashdan iborat. Birinchisi po'lat tunuka 8 millimetrli ko'ndalang kesim yuzasi 32 metr kvadratni tashkil etmoqda. Teng yonli burchaksimon, ya'ni teng yonli ugovnikdan tayyorlangan 50 ga 5, uzunligi 40 metrdan foydalanilyapti. Uchinchisi shviller nomeri 14, 30 metr demak uzunlikdagi shvillerdan foydalanadi. Po'lat sterjin diametri 22 millimetr, uzunligi 40 millimetr, 40 metr bo'lgan miqdorda ketmoqda. Zatvor tayyorlash uchun qancha material sarflanadi degan masala qo'yilyapti. Buni ishlashimiz uchun bizga po'lat tunuka, burchaksimon, shviller, sterjinni sortimentidan foydalanilgan holatda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi yo'li po'lat tunuka, ya'ni uni hajmini topib, uni zichligiga ko'paytirilgan holatda og'irliklarni aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi.
Bizga ikkita yo'ldan foydalangan holatda, demak, uni og'irligini topishimiz mumkin bo'ladi. Buni amalga oshirish uchun e, Inter jadvali asosida, demak, biz barcha ko'rsatkichlarni tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Shu orqali masalani yechishga osonlik amalga oshiriladi. Buni amalga oshirish uchun grafik tashkil etuvchi turli ahamiyat va xususiyatlari, demak, bunda men bilan ma'lumotlarga mos, men bilgan ma'lumotlarga zid, men uchun yangi ma'lumot, men uchun tushunarsiz yoki ma'lumotni aniqlash, to'ldirish talab etiladi degan maqsadda bu jadvalni to'ldirib chiqib, to'lgan jadvalga qarab masalani yechishda qaysi bosqichda qiyinchilik tug'dirilgan bo'lsa, o'sha bosqichda, demak, qaytadan tushuntirish imkoniyati yaratiladi. Shuning uchun bizga xizmat qiladi. O'zini o'zi tekshirish uchun, demak, quyidagi savollarga javob yozish orqali yoki og'zaki javob berish orqali o'zini tekshirib ko'rish imkoniyati mavjud.